Islom sivilizatsiyasi markazi menda juda yaxshi taassurot qoldirdi. Bu yerda musulmon yurtining osoyishtaligi, fayzi va mehmondo'stligini his qildim. Markaz juda ulug'bor va go'zal bunyod etilgan. Bu maskanni ko'rish imkoniga ega bo'lganimdan juda xursandman. Odamlari juda mehmondo'st, muhit esa nihoyatda samimiy. Alloh bu go'zal diyorni o'z panohida asrasin. Islom sivilizatsiyasi markazi juda go'zal maskan ekan. Tashrifimizdan zavqlanyapmiz. O'zbekiston bilan tanishuvimiz aynan shunday chiroyli taassurotlar bilan boshlangani biz uchun juda yoqimli. Biz Samarqanddan Toshkentni va Islom sivilizatsiyasi markazini ko'rish uchun maxsus keldik. Rostini aytsam, bu yer bizda juda katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa, shunchalik ulkan va muhtasham muzey bunyod etilgani meni hayratga soldi. Sayyohlarga bo'lgan e'tibor va samimiy munosabat ham alohida taassurot uyg'otdi. Bunday yirik va mazmunli loyihani amalga oshirish uchun juda katta mehnat va kuch sarflangani yaqqol sezilib turibdi. Shu bois bu tashabbusni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Safar davomida atrofimdagi insonlarning samimiyligi va mehmondo'stligi menga juda yoqdi. Bu yerda odamlar bilan muloqot qilish juda yoqimli bo'ldi. Sayohatimizni ushbu muhtasham maskanga tashrif bilan yakunlashni rejalashtirgandik. Ayniqsa, bu yerda saqlanayotgan qadimiy Qur'on nusxasini ko'rish biz uchun juda qiziqarli. Hozir ichkariga kirishni kutyapmiz va markazning go'zalligi, tarixiy muhiti hamda boy merosi bilan yaqindan tanishishni intiqlik bilan kutmoqdamiz. Men Xitoydan keldim. O'zbekistonga birinchi tashrifim. Bu yerda odamlar juda do'stona va samimiy ekan. Menimcha O'zbekiston kelajakda biznes hamkorliklari uchun ham yaxshi imkoniyatlarga ega mamlakat. Safar davomida mahalliy taomlardan ham tatib ko'rdik. Ularning nomlarini aniq eslay olmasam-da, taomlar menga yoqdi. Umuman, O'zbekistondagi ilk taassurotlarim juda ijobiy bo'ldi. Biz turmush o'rtog'im bilan bu yerga birinchi marta keldik. Safarimizdagi asosiy manzillardan biri aynan Islom sivilizatsiya markazi edi. Rosta, biz juda katta taassurot oldik. Toshkent shahridagi me'moriy muhit, ayniqsa ushbu markazning o'zi nihoyatda hayratlanarli. Binoning ulug'vor qiyofasi, unga singdirilgan katta mehnat va e'tibor yaqqol sezilib turibdi. Bizga juda yoqdi. Kelgusida O'zbekistonga yana qaytib kelib, ushbu ajoyib maskanni yana bir bor ziyorat qilishni istaymiz.